Bu usul aynan qanday bo'ladi? Abaksni iloji boricha mana bunday katta abaks bo'lgani ma'qul va uni 2 metr masofa nariga qo'yasiz va ko'rsatkich barmog'ingiz bilan xayolan surasiz. Ya'ni masalan deylik 15 ni qo'shish kerak. 15 deb qo'l harakatlari bilan ko'rsatasiz va tasavvur qilishingiz ancha oson bo'ladi. Sababi abaks oldingizda turibdi. 15 qo'shamiz 54. 54. Javob 69 deb turib bemalol ayta olasiz. Nima uchun ikki qatorli misollar qo'yilgan? Sababi bolalar hali yangi tasavvurga endi o'tyapti. Shuning uchun shunday oson sonlardan foydalanasiz. Yoki mana ayirishga misol. 97 deb turib 97 ni ko'rishga harakat qilasiz. Bu narsa bemalol bajarsa bo'ladigan usul, amalda qo'llangan va 54 ni ayiramiz. 50 va 4 ni ayirib tashladingiz. Xuddi shunaqangi holatda deylik siz formulani qo'llayotgan bo'lasiz, kichik do'stlarni bilish kerak. Agar buni bilmaydigan hali formulasiz misollar bo'lsa, 97 emas 99 dan 54 ni ayirishni bajarasiz. Demak, 97 ayiramiz 54, 5 ni ayirib turib 1 ni qo'shayotganingizni bu tomonda tasavvur qilasiz. Keyingisi 24 qo'shamiz 70. Bu ham xuddi shunday oson usul. 24 qo'shamiz deylik 70. Faqatgina chap qo'lni o'zida siz osmon toshini va yerdan ikkita toshni o'nliklardan qo'shayotganingizni ko'zingiz bilan tasavvur qilasiz va tamom. Xuddi shunday usulda siz bolalarga sinab ko'rishingiz kerak va javoblarni izohlarda qoldiring. Qanday natija berayotgani haqida bizlarga ma'lum qiling. Keyingi usulda siz 99 ni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shunday. Shunda ikki xonagacha misoldan ishlay olasiz. Va qo'lni abaksiga tekkizmasdan taxminan 6-7 sm yuqorida ushlaysiz. Misollarni orasidan toshni ko'rish orqali ishlaysiz. Misol uchun 15, 15 qo'shamiz 51, 51. Javob 66. Keyingisi deylik 30 qo'shamiz 50, qo'shamiz deylik 6. Mana shunday. Javob 86. Xuddi mana shunday usulda siz bolalarga bemalol tasavvurda hisoblashni o'rgatishingiz mumkin. Keyingi usul meni tushun o'yini. Siz qo'l harakatlaringiz bilan xuddiki katta abaksda harakatlanayotganday ko'rsatasiz. Bolalar siz necha son yozganingizni hamda qaysi songa qaysi sonni qo'shganingizni javobini aytishlari kerak bo'ladi. Masalan, o'ng qo'limizda biz faqatgina birlik sonlarni qo'shamiz. Masalan deylik, mana shunday. Ya'ni 5, 6, 7 yozing. Javobni bolalar 7 deb aytishlari kerak bo'ladi. Keyingisi. Ya'ni 4 yozing, 4 yozilganini aytishlari kerak bo'ladi. Keyingisi chap qo'lda ham o'nliklar faqat. Ya'ni 20, 60, ikkita qo'lda bajaramiz. Ko'rdingizmi? 55 yoki 1, 2, 3. Chapda 2, o'ngda 3 ta yozdim, ya'ni 23. Yoki bo'lmasa misollarni ishlash. Ya'ni 15 qo'shamiz unga 52 ni javob 67. Xuddi mana shunday usulda siz bolalarga juda ham qiziqarli shaklda sonlarni tasavvurga o'tkazishni amalga oshira olasiz.